qayerga borgisi kelyapti? Bo'lmadi. Sahraga boraman-da. Mescid ekan, namozdan chiqishdi, ana odamlar chiqish yaptı. Birinchi etaj magazin ekan. Tahoratxonasi ham shu birinchi etajda ekan. Tahoratxonasi ham. Ikkinchi etajida ayollar namoz o'qiydigan joy ekan. 3-4 etajlarida erkaklar o'qiydi ekan. 3, 4, 5, 6 da ham. 5, 6 da ham 6 erkaklar endali o'qiydi hayit ekan. kunda o'qiydi. Hayit kunda Tam ochiq. tepada 6-etajda ham odam ko'payib ketdi, 6-etajga ham chiqib ketar ekan. Ikkinchi etajda ayollar o'qiydi ekan, eshigi yopiq turar ekan, erkaklar o'tib ketaverar ekan, ayollar ko'rinmaydi ekan. Ikkinchi etajga ham o'zim akam ham chiqyapti kan. Akam. Qudratjon mana shu namozga kirib ketdi. Ikkinchi etajda ayollar o'qiydi, o'zi ikkinchi etajga ham 300 tami, 200-300 odam sig'adi. Ikkinchi etaj o'ziga ham. Ayollar chiqmayapti. Ayollar ham chiqyapti ba'zida. Sekin chiqadi ayollar. O yoqqa ketyapti. Ana bu ayol, akam o'z sitafona o'tib keladi. Bu ayollar ham chiqyapti. O'chir. Yağmagan ekan. Mana o Qudratjon o'tyapti. Katta yo'lda. Yo'llarda katta yo'ldan, mana katta yo'l masjid atrofi. Mana odamlar hali ham chiqyapti masjiddan. Qudratjon kechroq kirgani uchun ertaroq chiqdi shekilli, oldinroq chiqdi shekilli. Akam boshda yil o'qidi-da. Haligi pastda birinchi etajda o'qidi. Tepalar birinchi haligi tepalar to'ldirib oladi-da. Tepa ichkilar. Ekraniz ekan bir qo'yibdi-da.